Mana qadrli obunachilar, xudo xolasa yana bitta darvozamiz, Sho'rtoq yo'lini darvozasi yuklandi. Inshaalloh razmerlar o'zi o'tilibdi birin-ketin. Sho'rtoq yo'lini darvozasi, hop, shivellerlarimiz 10 megavott. Eng qalin full variant, bundan full yo'q. Darvozamiz polni 1.8 uslinli variantda bo'lgan, gifkali taroq, xudo xolasa sifatlar 100% ideal holatda. Mana bu joylari ham bu yoq bekilgan, chiroyli holatda. Orqa oldi DU toza avtomobilning kraskasi etilgan. Ruchkalarni qo'yib qo'yilgan mana. Xudo xolasa bu yerda bitta bor. O, nergi chekkada bitta bor mana turibdi. Xudo xolasa biz ishimiz sifati bo'yicha liboy joy bilan tortishamiz. Sifat bo'yicha ishlatilgan material bo'yicha liboysi bilan tortishamiz, liboy sex bilan. Inshaalloh biz o'zimiz ustamiz. Sifat bo'yicha tortishamiz, lekin anaqa bo'yicha tortishmaymiz. Narx-navo bo'yicha konkurensiya qilmaymiz. Sababi mana listimiz 2.1, toza 2.1 chiqadi. Mana bu 2'liyiz. Bu 2'lik. Mana bu 1.8. Narx-navoda tortishamiz. Aytilishtir tortishamiz. Misol aytilishi 1.8 2'li, qo'yilishi 1.5'li emas bu. Mana bu 1.5. Oldidagi 1.5, mana gacha adashmasam. Bu yoq 1.8 shtanga zirkulimiz bor, lazerimiz ham bor. Tekshiramiz bu narsalarni. Xudo xolasa materiallarimiz 1.1 0.9 1.5 1.7 yog'i 2.1 tepalar. Eng tepasi 3.2 bo'lgan. Xudo xolasa o'zi yana bitta darvozamiz boshlaydi. Mana yerda bitta velikan razmerimiz bor. Eniga 6 metr, bo'yiga 4,5 metr, 5 metr oralig'ida. Samarqandga o'rnaydi bu. Samarqandga chiqib ketyapti o'zi bu darvoza, hozir nalishnilar bo'lyapti. Inshaalloh nalishnilargacha qora 1.8 ishlatganmiz. Kuzatishni davom etasizlar, buni ham obzorlarni tashlab o'tamiz. Velikan darvoza istayurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yasizlar.